Agar siz hayotingizdan nolayotgan bo'lsangiz, menda iPhone telefoni yo'q, mashinam yo'q, kvartiram yo'q deb nolayotgan bo'lsangiz, meni gaplarimni yaxshilab eshiting. Birinchi, ikkinchi jahon urushini eslang. Necha millionlagan odamlar o'lib ketgan. Bekordan bekorga necha millionlagan askarlar o'lib ketgan. O'sha paytda odamlar iPhone, mashina so'rash bu yoqda tursin, qachon o'lib ketar ekanman deb o'ylab o'tirgan. Har sekundda qachon ustimga bomba tushar ekan deb tasavvur qilsam, shunaqa o'tirgan. Hozir unaqa zamon emas. Hozir tinch davrda yashayapmiz. Harakat qilsak pul topsak bo'ladi. Harakat qilsak hamma narsaga erishsak bo'ladi. Lekin nolyapmiz. O'sha paytda mahrga gelik yoki kvartira so'rash bu yoqda tursin, sevgan odami bilan birga bo'la olmagan. Nimaga desanglar, sevgan odam urushga ketgan, urushdan qaytib kelmagan. Hozir hamma joy tinch. Ishlasak pul topsak bo'ladi. Harakat qilsak hamma narsaga erishsak bo'ladi. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Odamzod boshidan shunaqa kunlarni o'tkazgan. Esimizdan chiqarib qo'ymaylik. Noshukr bo'lmaylik. Shukr qilaylik.